Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan o'zbek dasturchi Duday. Oldingi ikkinchi darsimizda HTML va CSSning ikkinchi darsida shu rang berish haqida gaplashgandik. CSSda rang berish, ya'ni o'ziga rang berish, orqa fonga rang berish va ID orqali chaqirish va class orqali chaqirishni o'rgatgandim. Keyin endi shu kodimizni yana ham zamonaviylashtiramiz. Endi bugungi mavzuimiz fontlar haqida. Mana shu yerda fontlar haqida deb yozib qo'yamiz. Font o'zi nima? Font bu shu misol yozuv turi, font family hozir birgalikda shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda H1 blue, ya'ni shu H1 shu HTML va CSS degan matnimizga beramiz. Aytaylik, buni font familysi bor. Ya'ni bu yozuv turi degani. Shu yerdan xohlaganlarni tanlab olaverasizlar. Misol men monopaste tanlab oldim. Mana ko'rib turibsizlar, harakatlantiramiz. Mana yozuv turi monopaste ga o'zgartirdi. Agar xohlasam sans serif ham qilib qo'yaman. Mana sans serif. O'zi asosiy, ya'ni nima desam bo'ladi? Qat'iy hujjatlar bilan ishlaganda biz hamisha sans serifdan foydalanamiz. Lekin o'zimiz sayt yaratayotgan bo'lsak, chiroyli qilish uchun har xil usullardan foydalanishimiz mumkin bemalol. Xo'p, shunaqa mana kursiv ham bor. Keling, mana kursiv ham bor. Endi shuni keling rangini ham chiroyli qilib qo'yamiz. Colorni white qilib qo'yamiz, ya'ni oq. Mana bizda oppoq. Xo'p, endi keling font family gaplashib, ya'ni yozuv oilasi degan o'z aslida. Endi shu biz dasturlash tilida yozuv turini o'zgartirish deganda tushunolamiz. Xo'p, endi font size. Font size bo'lsa 10 piksel. Mana bu yozuvni kattaytirish, kichikaytirish degani. Mana aytaylik 50 piksel deb qo'yamiz. Mana shunday kattaga 30 piksel. Mana 30 piksel normalniy bo'ldi. 30 piksel hozir 1 minut. Video olyapti ekan, yaxshi. Endi do'stlar, ko'rsak mana font family gaplashib, font size, endi font weight. Font weight bu yozuvli qalinligi. Bu yerda asosan 100 dan 900 gacha belgilashimiz mumkin. Biz aytaylik 900 qilib qo'yamiz. Bu yerda ko'ryapsiz, hech bir o'zgarmadi, to'g'rimi? Yo'q, aslida o'zgardi, bizga ko'rinmayapti xolos. 200 qilib qo'ysak, mana qalinligi pasayadi. Font weight. Ha, endi bizda font style bor. Ya'ni yozuv font holati degani. Agar normal bo'lsinmi, italik bo'lsinmi, italik tanlab qo'ysak, mana qiyshaygan holda kelib qoladi. Ha, endi tekshiramiz. Nima yozayapti? Mayli. Mana sal egilgan holda ko'rinyapti, to'g'rimi? Xo'p, bizda bugungi shu darsimiz shu to'ralasi haqida. Keyin shuni ham Ctrl+C qilib, mana H1 ga, ya'ni yellow ga tashlab qo'yamiz. Mana abotdi. Alright. Mana ekan. Ctrl qilamiz. Mashina rangini ham sal og'irroq qilamiz. Bunga mana bu ko'rinish. Rangini buni ham sal shunga o'zgartiramiz. E'tibor beryapsizlar, biz sal chiroyliroq bo'ldi. Xo'p, bugungi mavzumiz shu font family, ya'ni yozuv turi, font size yozuv katta kichikligi, font weight yozuvni qalinligi, font style yozuvni holati. Shu to'ralasi haqida. Shu to'rani yodlab, menga o'sha amaliyotni sinab, o'zingizlar ham kuchliroq narsa yaratib ko'ringlar. Men o'tgan darslarim to'g'risida yo'llardan foydalanib